Taylanddagi Uyg'urlar planlıq tug'ut siyosatining ziyonkashligiga uchirg'ichlar deb qaralmoqda. Taylanddagi 48 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarish yoki qaytarmaslikni Tayland taraf sud orqali bir taraf qilayotgan mezgilda kishilik huquq mutaxassislari bu Uyg'urlarning chet elga qechish sababini Xitoyning izchil davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga bog'lagan. 19 fevral Zimiston to'rida e'lon qilingan Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qo'rollari tug'utni cheklash va islom davlatlari bilan ittifoqlashish nomli maqolada 11 yil burun Taylandga qochgan Uyg'urlarning ko'pinchisi Xitoyning planlıq tug'ut siyosatiga xiloflik qilgan bo'lishi mumkinligi. Ularning billa elib chiqqan bolalarning bo'lsa, Xitoy doiralari tomonidan normadan ortiq tug'ilganlar hisoblanib, og'ir jazoga uchraydiganligi, qo'rsaqdagilarning tushirib yetilish xatari borligi. Shunga ularning bolalarini qutuldirish uchun bo'lsa-mu, Xitoydan qochganligi ilgari surilgan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur va Tibet rayonlaridagi yezi qishloqlarda 3 farzandga yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, Uyg'ur ayollariga qo'yilgan tug'ut cheklimasi yanada mavjud. Agar bu ayollar bola tushirishni yoki tug'ut cheklash usullarini rad qilsa, lagerga solinish xavfiga uchraydi ekan. Tadqiqotchi Adrian Zins bu vaqtdagi dokladida 2017-yildan 2019-yilgacha Uyg'urlarning nüfus ko'payishining biroqla 48,7% tövallab ketganligini oshkorlagan. Shundaqla Uyg'ur elining janubidagi Xitoy nüfusining 2021-yildagi 8,4% dan ko'payib 2040-yili 25% ga yetadiganligini mo'ljallagan. Maqolada bu ahvolga baho berilib, bu rayonni xitoylashtirish rayimsiz madaniyat qirg'inchiligining bir qismi. Shundaqla Uyg'ur masalasini tub yiltizdan hal qilishning maxfiy usuli deyilgan.